Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta omadli mijozimiz Mushtariy opamizga Leapmotor C16larni, ya'ni gibrid eng full pozitsiyasi xolodilnik massajli avtomobilimizni 33 mingga qilib berdik. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Bundan ham zo'r mashinalar nasib qilaversin. Qisqacha fikrlar. Rahmat. Kattakon rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Rahmat. Mana o'zlarini Malibu'si borlar, lekin Leapmotor ancha yumshoqlik, ya'ni oilaviy mashina bo'lganligi uchun bizning avtosalondan xarid qildilar. Uzoq yo'lda yurish uchun. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Charchamang, sog' bo'ling. Rahmat. Narsa olyapsizmi? Chiroylimi? Zo'rmi? Mana bu yerda pulingiz bormi? Shunga yetyaptimi? Yaxshisini oling. Mana ikkalasidan mana arzon bor, yaxshi bor. Ikkalasiga ham pulingiz yetyapti. Doim urg'uni va stavkani qimmatiga qiling. Chunki qimmat narsa, unutmanglar qizlar, izobiliya bu. Qimmat narsaga urg'u berganingizda, qimmat narsaga pulingizni tikkaningizda o'sha holatni sotib olasiz.